Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Salomatmisiz aka? Hozir ishga tushirdik bu Sangroni. Hozir taxminan bir 60 kW panel uladik. Hozir qarang, mana bu yerdan ulandi, mana bu yerdan ulandi. Mana bularga panel qo'yyapti-da ustalar. Ko'ryaptimi? Mana bu joyimiz tayyor, panellarimiz kelishi kerak. Shu yer, mana shu joy 2,5-3 megavatga loyiha bo'lyapti-da. Mana qarang. Xudo xohlasa mana bu ham tayyor bo'lgan o'zi. Panellar kelishi kerak. U mana bu oxirgi yana bitta joyimiz. Mana buni ham ustalarimiz ishlayapti. Yomg'ir bo'lgani uchun bugun dam olyapti. Mana shu boshqacha ketadi. Mana shu yerga o'zi bir 2,5-3 megavat loyiha qilingan. Hozir taxminan 900 kilovatt. 900 bo'lyapti-da. Hozir Sangroni ham ishga tushirdik aka. Ishlayapti. Mana boshdan hammasi shu bizga qarayaptilar. Boshdan bu yoqlar hammasi mana bu binoni ustunlari. Birinchi loyihamiz shu 1 megavatli, xudo xohlasa shuni bir oy ichida yakunlaymiz. Keyin yana 1,5 megavatga harakat qilamiz. Hammasi qo'shdik. Ishlayapti. Ventilyatorlar ham ishga tushdi. Telefonga bog'ladim, uladim. Mana aka. Hammasi joyida, zazimleniya, faza hammasi cho'tki qilib ulab qo'ydik. 240 qo'yildi. Ha, kabel mana aka 240 lik qo'yildi. 250 kilovatt ko'taradi. Ventilyatorchasi mana orqasi ishlayapti. Ana. Endi aka shu nimani garantiyani bir yozib talon tashab qo'ysangiz, rahmat.